Ko'pchilik Nexia 1, Nexia 2 haydaydigan akalarimiz muammosi shu sentr zamok relay bo'ladi. Bitta glavniy sentr zamok yopiladi, qolgan uchalasi yopilmaydi. Bu zavodskoy sentr zamok relay bo'ladi. Buni xohlasa universal sentr zamok relayga almashtirib berdik. Buni prinsipi ulanishi qanaqa bo'ladi? Bu elektrik akalarimizga, Nexia 1, Nexia 2 haydaydigan akalarimizga manfaatli bo'ladi. Tak, bu relayni ulanishi qanaqa prinsipda bo'ladi? Tak, bu qizil-qora, qizil passiyan plus bo'ladi, qorasi massa bo'ladi. U zavodskoy relayda simi har xil bo'ladi. Shuni ranglar bilan birgalikda ulanishini ko'rsatib boramiz. Qizil sim passiyan plus bo'ladi. Zavodskoy relayda simida yashil bo'ladi. Bu passiyan plus bo'ladi. Qora, bunda ham qora bo'ladi, qorasi massa bo'ladi. Tak, bu yoqda ko'k bilan yashil sim keladi. Yashil simi bu yoqda zavodskoy relayni qizil qora polosalisiga ulanadi. Tak, bu yoqda ko'k simi esa qora sariq polosaliga shunaqa tarzda ulanadi. Tak, bu yoqda keyin jigarrang bilan oq keladi. Bu yangi relayda jigarrang bilan oqi zavodskoy sentr zamok relayni mana shu jigarrang oq polosalisi oq simga ulanadi. Bunda zavodskoyda jigarrang oq, bu yoqda yangisida oq simga ulanadi. Jigarrang esa jigarrang qizil polosaliga ulanadi. Bo'lsa hammasi bir tekis ishlangan bo'ladi. Ochilish yopilishlari hammasi birdaniga yopiladigan bo'ladi. Ko'p Nexia 2larda, Nexia 1, Nexia 2larda shu sentr zamok relaysi ginat qilib qoladi. Mana shu tomonda turadi. Ko'p Nexia 1, Nexia 2larda blokda sentr zamok relaysi mana shu tomonda turadi. Agar almashmagan bo'lsa, zavodskiy hamma Nexia 1, Nexia 2 ni mana shu burchakda mana miyani orqa tomonida bo'ladi. 1.6lar miyasi tashqarida bo'ladi. Gibrid yo so'z trambolin bo'lsa, mana shu miyani orqa tomonida bo'ladi. Bo'lsa, ishlarni o'tkazib berdik. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, Nexia 1, Nexia 2